Qanday qilib pulli programmalarni tekinga skachat olsa bo'ladi? O'zi bu narsani aytish qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mayli sizlarga buni aytaman. Internetda getintopc.com degan sayt bor. O'sha pulli programmalarni tekinga skachat olsangiz bo'ladigan ishonchli saytlardan biri. Ya'ni buni ko'pchilik tavsiya qilgan, shaxsan o'zim ham tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki shu paytgacha hali muammo qilgani yo'q. O'shaning hisobiga sizlarga bemalol qo'rqmasdan ayta oladigan saytlardan bittasi shu. Misol uchun, Premiere Pro ni aytadigan bo'lsak, o'sha montaj qiladigan programmani o'zi ofitsialniy original sayti o'zida unisiz sotib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har oyga podpiskasini to'lashingiz kerak. O'zi siz ham haqiqatan to'lashingiz kerak, lekin hammani ham sharoit ko'tarmaganining hisobiga ko'pchilik shunaqa saytlardan piratskiy bo'lsa ham yaxshi ishlaydigan versiyalarni qidirib topishga harakat qiladi. O'sha saytlardan bittasi mana shu getintopc.com sayti. Kirib ko'ringlar. Haqiqatan yaxshi ishlaydigan programmalar bor ichida. Faqat bitta muammosi bor, o'sha uстановка qilayotgan paytingiz antivirusni o'chirib turish kerak. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Shu videoni saqlab qo'yinglar va kompyuteri bor tanishlarga jo'natib qo'yinglar.